Assalomu alaykum hammaga. Special Invest kanalini ikkinchi darsligi YouTube kanali uchun. Bugun sizlarga o'sha kanalimizda beradigan, Telegram kanalimizda beradigan ideyalarda tasdiq olinglar, tasdiq olib keyin kiringlar savdoga deymiz-ku. O'sha narsani tushuntirib beraman. MSS Market Structure Shift. Buni tushuncham desa bo'ladi. Короче, razворotda sell trendni buy trendga o'zgargan joyini aniqlash. Keyin o'shanga qarab сделка ochish. Lekin hozir bu yerda сделка ochishni tushuntirib beraman. Bu yerda tasdiq olishni tushuntirib beraman faqat. O'zi bozor bilasizlar, korreksiya, impuls, korreksiya shunaqa bo'lib yuradi faqat. Tepaga pastga o'zi yo'nalish. O'shaning uchun tushuncha berib o'ray. Impuls bu sell trenddamiz, mana qaranglar. Sell trend kelyapmiz. Impuls sell trendga qarshi chiqqani korreksiya hisoblanadi. Impuls mana shu sell trendimizga qarshi chiqqani mana bu korreksiya. Keyin impuls. Keyin oxiri baribir faqat bozor shunaqa yuravermaydi-ku, to'g'rimi? Keyin oxiri baribir oxirgi korreksiyaning maksimumi bo'ladi baribir. Chunki korreksiya bo'lgandan keyin maksimum bo'lishi shart. O'sha bo'ladi. Bu kelish kerak. Trendimiz bo'yicha bu sell ketish kerak. Sell trend bo'yicha. Endi bu safar bunaqa bo'lmaydi. Bu safar oxirgi korreksiyaning maksimumini yangilab qo'yadi, buzib o'tadi to'g'rirog'i. Yangilaydi. Keyin shu yangilagan joyidan shu buy trendga o'zgargan hisoblanadi. Keyin korreksiya bo'ladi. Keyin shu buy trendga o'zgarganimiz uchun shu buydagi impuls bo'ladi. Keyin buy trendga qarshi korreksiya bo'ladi. Keyin yana dalshi impuls ketadi. Mana hozir tushuntirib chizib olay. Mana oxirgi korreksiya, mana bu sell trendimizdagi oxirgi sell trendga qarshi chiqqan korreksiya mana shu bo'ladi. O'shani maksimumini olamiz va chiziq tortib qo'yamiz. MSS. Mana keyin oxiri shuni buzib o'tdi. O'tgandan keyin shu tasdiq hisoblanadi. Trend o'zgarishi. Keyin xuddi shu impuls korreksiya bo'lib ketaveradi. Endi mana bu yerdan tushuntirib yuborsam, mana boyaga tushuntirgan sell trendim impuls, korreksiya, impuls, korreksiya, impuls. Nimaga bu yerda korreksiya dedim? Chunki oxirgi o'zidan avvalgi sham qaranglar, mana metrodan keladi. O'zidan avvalgi shamni minimumni yangilagan, maksimumni urmagan. Bu shamni ham, bu shamni keyingi sham minimumini yangilagan, lekin maksimumgacha bormagan, yangilamagan. Keyingi shamga o'tsak, o'sha maksimumni yangilagan, ko'ryapsizlarmi? O'zidan avvalgi shamni maksimumini yangilab qo'ygan, o'shancha korreksiya hisoblanadi. Keyin yangiladi, keyin dalshi impuls berdida jitcha. Keyin oxiri yana dalshi yorib o'tdi. Korreksiyaning maksimumi, mana yerda korreksiya borda, o'shani maksimumini yorib o'tdi. Keyin shu buy trendga o'zgargani anaqa bo'ladi. Keyin joy izlab o'zingizlar kirib o'raverasizlar qatdandir. Qatdandir normalniy pozitsiya topib kirib olsanglar bo'ladi. Mana impuls, korreksiya, impuls, o'sha korreksiya bo'lib turib yana dalshi bu buy ketish kerak. Chunki buy trend edik, lekin yorib o'tgani uchun sell trendga o'zgardik, sell trendga. Keyin mana shu MSS hisoblanadi. Eng oxirgi korreksiya, mana buy trenddagi eng oxirgi korreksiyaning minimumini urib qo'ygani uchun shu bu razvorot hisoblanadi, MSS. Keyin shu bilan sell trendga o'zgaradi va сделка ochsanglar bo'ladi. Agar joyida qanaqadir zonamizga kelgan bo'lsa, FVG-gami, order block zonamizga ham kelgan bo'lsa, tasdiq olib kirsanglar bo'ladi. Ili mana yana sell trenddamiz, общий mana ili buy trendimiz bor. Sell trend, ili sell trendga qarshi chiqqan joy mana ikkita sham. Bu korreksiya. Yana dalshi sell trendimizga qarshi chiqqan joy korreksiya hisoblanadi. Mana yana dalshi korreksiya chiqqan. Keyin dalshi sell ketgan, ili oxiri mana yerda yana bitta korreksiya bergan. Bitta sham o'zidan avvalgi shamni maksimumini yangilab qo'ygan, ko'ryapsizlarmi? Keyin dalshi yana minimum yangiladi. Keyin bu kelish kerak edi, lekin bu ketish kerak edi sell trendimiz bo'yicha, lekin ketmadi. Va oxirgi korreksiyamiz bo'yicha aytgan maksimumini mana chizib qo'ysanglar, ili yangilab o'tdi shuni, yorib o'tdi tanasi bilan. Soyasi bilan yangilab qo'ysa, u unchalik kuchli emas. Tanasi bilan yorib o'tgan bo'lsa, u kuchli hisoblanadi. Ili impuls bo'ldi, mana jitcha yana korreksiya bo'ldi, impuls bo'ldi, korreksiya, impuls ketdi. Mana sell trendimiz uje
shu joyiga buzib o'tgani uchun baytrendga o'zgarib ketdi. Ili qancha necha punkt yurib ketdi mana. Necha punkt yuraveradi. Ko'p yuravergan, ancha-muncha yuravergan. Keyin xuddi shu narsa yana takrorlanib ketaveradi. Bugungi darsligimiz shundan iborat edi. Sell trend korreksiyasi, sell trendga qarshi bu korreksiya hisoblanadi. Ili yana impuls, korreksiya, impuls. Keyin oxirgi korreksiyamiz maksimum chizib ketaveramiz, oxiri uradi. Keyin уже buy trendga o'zgardik. Ili jicha korreksiya bo'ladi, yana ketadi impuls bilan. Korreksiya, impuls. Bozor strukturasi shu. Va bugungi darsimiz tugadi. Hammaga xayr.